tayyorgarlik jarayoni qalay ketyapti? Kayfiyatlar qanday? Zo'r mana qaranglar. Ko'rib turibdi. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz Biznes va innovatsion ta'lim fakulteti tarafidan Krasnogorsky tog'yon bag'riga chiqdik. Hozir qisqacha talabalarimizdan savol-javob o'tkazamiz. Xo'p, sayohatimiz qanaqa bo'lganligi haqida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Bugungi tur haqida nima deya olasiz? Mana Krasnogorskyga chiqdinglar. Вообще chotki bunaqa o'zim ham borganimda bunaqa maza qilmaganman вообще. Juda maza qildim, gap yo'q. Xo'p, mana bugun Krasnogorskyga chiqdik. Xo'p, nima? Ta'riflar. Qanaqa hissiyot? Ta'riflashga iloji ajoyib joylar ekan. Kelganlar darmonda, yemaganlar darmonda kelish kerak, ko'rish kerak. Birinchi marta chiqasiz. Вообще zo'r. O'zi bundan oldin o'tgan hafta Samarqandga bizga tur qilib bergan edi. Bugun Krasnogorskyga tur qildi. O'zi kelganimdan srazu otga chiqdim. 1,5 soat ot mindim. Bu yerda pastda o'sha ovqatlanishlar bo'ldi. Mana bu yerda fotosessiya jarayoni ketdi. Zo'r. Siyuga rahmat. Keyingi hafta ham chiqaman. Bugun tur juda zo'r o'tdi. Mazza qildik. Har xil o'yinlar bo'ldi. Ovqatlar ham zo'r bo'ldi. Mazza qilib dam oldik. Juda ham zo'r bo'ldi. Menga yoqdi, ayniqsa otda minish, yurish. Piknik ham zo'r bo'ldi. Atmosfera juda ham zo'r. Kelmaganlarga alam. Shunaqa. Kelmaganlarga alam qilsin. Da, keling. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring. G'amim uchun kifoya sening shirin so'zlaring. Yarmani sezsang agar chiqinchilikni ko'tarib, olmani oqi bilan yonida yaprog'i bilan, olmani oqi bilan yonida yaprog'i bilan, mana yorim xat yozadi kichkina barmog'i bilan. Saharda bog'imda gulladi shaman, go'zal sen sog'insan uni tushaman. Dardimni o'zidan boshqa kim bilar? Palov yağlı palov, etli palov, dimli palov, canımı dermanı palov. Palov yağlı palov, etli palov, dimli palov, canımı dermanı palov. muvaffaqiyat tilaymiz. Doim sog'-salomat bo'linglar. Sog'liqingiz yo'qolmasin. Shunaqa tantanalarda ko'plab o'qishlar nasib qilsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Mana kunimiz o'z yakuniga yetib bormoqda. Xo'p, endi tur haqida qisqacha nima deya olasiz? Tur haqida вообще tashkillashtirganlarga rahmat, kattakon. Вообще zo'r bo'ldi. Kelganimga afsuslanmayman. Yana kursdoshlarim bilan ham zo'r mamlaqa atmosferalarda o'tirib, yana boshqa do'stlar ham orttirdim. Yaxshimisiz? Kunimiz o'z yakuniga yetib bormoqda. Tur haqida nima deya olasiz?
Tur zo'r bo'ldi, ajoyib, juda ham quvnoq, voleybol, atak, nimalar zo'r bo'ldi. Yangi do'stlar orttirdingizmi? Da, yangi do'stlar orttirdik. O'zimizga kerakli ma'lumotlar, ustoz bilan suhbatlar bo'ldi. Juda ham chiroyli nima bo'ldi. Hammaga rahmat. Juda ham ajoyib o'tdi, ko'ngildagidek bo'ldi. Biz kutgandan ham zo'r bo'ldi. Ayniqsa tabiat manzarasi hammaga yoqdi deb o'ylayman, toza havo. Bunaqa damdan keyin xudo xolasa talabalarimizni o'qishga bo'lgan ishtiyoqi yanada oshib ketadi, xudo xolasa. Keyingi hafta bizda yakuniy oraliqlar haftasi. Talabalarga qisqacha oraliqlarni topshirishlarida omad tilayman. Albatta bizda ertaga yakshanba kuni va hamma falladan nazorat ishlariga tayyorgarlik ko'rishlariga vaqt yetarli. Albatta takrorlab kerakli bilimlarni yana bir marta mustahkamlab olishlariga omad tilayman. Va kun o'zi yakuniga yetib bormoqda. Tur haqida nima deya olasiz qisqacha? Zo'r deya olaman bu. Bo'ldi, bitta zo'r bilan. Da, cho'tki.